ham, nomeri ham takoy mashina ekan ekan, Gentra. Haqiqiy katta bolalarning mashinasi ana. Darkman Blue'mi rangi? Qora bo'lib ko'rinar ekan. Bulutda yoki men adashdim. Qorami bu? Qorami? O'ting nima edi? Erdonmidi, mardonmidi? Mallar tezligi. Mana shu bolaning dadasining mashinasi, bular programmaga ketdi. Tak, motor korobka programma qilib berdik. Bizning Instagram sahifamizda videolarni ko'rib, havas bilan mashina kelgan. O'sha плавный переключение bo'ladi и 2000 оборотda tez-tez skorost almashtirib tashlaydigan programmamiz. Populyarniy bo'lgan programma. Motor korobka qilib berdik. Torsiy dinamikasini o'zgartirmagan holatda. Hozir tezroq jarayoni Yevropa gaz 4-pokoleniya gaz bilan оборот qilingan mashina. Gaz kalibrovkasini ham chiqazdim, mana qaranglar, idealni chizib berdi. Gaz uchun ham, benzin uchun ham kartasini. Sizlarda ham shunaqa muammolar bo'lsa, korobkalar yaxshi ishlamayotgan bo'lsa yoki переключение kechikadigan holat yuzaga keladigan bo'lsa, uni bizga murojaat qilasizlar. Telegram sahifamizga o'tib olsanglar, vaqt soatini belgilab kelasizlar. Inshaalloh sizlarni haydash, yurish reaksiyalarga qarab turib programmalarni nastroyka qilib beramiz. Lekin idealni ishlashni boshladi mana shu korobkasi. Обязательно programmaga parol qo'yamiz, chunki bu bizning mehnatimiz. Unga kimdir osonlikcha erishishni biz to'g'risi xohlamaymiz. Korobka chtenyaga ham bermaydi, ustiga programma ham yozib bo'lmaydi. Uni faqatgina o'zimizga kelib ochtirib ketsanglar bo'ladi, agarda bizning programmamiz sizlarga yoqmasa. Tak. Mashina zo'r, o'zini tutishi, korobkaning переключениялari hammasi cho'tki, idealni ishlaydigan bo'ldi. Endi bu programmani bloklanishi sizlarga yurishinglarga xalaqit bermaydi yoki ko'chada qoldirmaydi sarson qilib. Mana bir xillarni kommentariyada yozib yuborishdi. Mashina ko'chada yurmay qolib ketsa, sizga boramizmi evakuatorga ortib. Bu evakuatorga ortadigan holat yuzaga keltirmaydi mashina. Prosta programmasini chtenyaga bermaydi и ustiga zapis ham qilib bo'lmaydi. Bo'ldi. Shu tomonlama misol uchun imkoniyat bermaydi shu xullas. Atak mashina sizlarni ko'chada qoldirib, sarson qilib, etib ishlamay qolib, unaqa holat yuzaga keltirmaydi. Programmada unaqa qilib buzib bo'lmaydi mashinani. Murojaat qilaverasizlar, bemalol o'zimizga.